Jadidchilik harakatining asoschilaridan biri Usmon Nosir 1912-yilning 13-noyabrida Namangan shahrida tug'ildi. Otasidan yetim qolgan Usmon Nosir Qo'qondagi internatda tarbiyalandi. Iste'dodli o'smir u yerda rus va jahon adabiyotining sara namunalari bilan tanishadi. Internatni bitirgach 1931-yildan Samarqanddagi O'zbekiston Davlat universitetining filologiya fakultetida o'qidi. 1937-yil 13-iyulda shoir xalq dushmani sifatida hibsga olinib, 58-modda bilan sudlanadi va avval Zlatoust qamoqxonasiga, so'ngra Vladivostok va Magadan lagerlariga joylashtiriladi. 1943-yilda Kemerovo viloyatining Mariinskiy tumanidagi lagerga yuboriladi. 1940-yil 20-avgustda Usmon Nosir Magadan qamoqxonasidan Losif Stalin nomiga ariza yuboradi va unda uning ishini qayta ko'rib chiqishini so'raydi. Bu ariza Losif Stalin tomonidan ko'rib chiqiladi va ular tomonidan ma'qullanadi. O'zbekiston rahbari Nosirov Usmon ishini qayta ko'rib chiqish to'g'risida buyruq oladi. 1944-yil oxiriga kelib komissiya tuzilib, Usmon Nosir begunoh deb topiladi va reabilitatsiya qilinadi. Ammo shoir reabilitatsiya qilingunga qadar yashamadi. U 1944-yil 9-martda vafot etadi va 15-martda Kemerovo viloyatida yashovchi Sirota tomonidan Suslova qishlog'idagi qabristonga dafn qilinadi. Har yili Kemerovo viloyatining Kemerovo shahrida shoir xotirasiga bag'ishlangan adabiy o'qishlar bo'lib o'tadi. U yerda Usmon Nosirning uy muzeyi mavjud bo'lib, unda shoirning she'rlari o'qiladi. Yana u yerda Usmon Nosirga haykal ham o'rnatilgan. 2003-yilda atoqli o'zbek shoiri va dramaturgi Usmon Nosir tavalludining 90-yilligi, 2022-yilda esa 110 yilligi O'zbekistonda keng nishonlandi. Bolaligidan she'rlar yoza boshlagan Usmon Nosir badiiy ijod bilan bor yo'g'i 15 yilgina, ya'ni qamoqqa olinguncha astoydil shug'ullanadi.